1964-yilning kuzida Amerika harbiy havo kuchlari mutlaqo yangi, xuddi kosmosdagidek g'ayrioddiy bir havo qurilmasini sinovdan o'tkazishadi. Bu samolyot parvoz qilgan eng tezkor havo kemalaridan biri bo'lib, har qanday qit'adagi qiruvchi samolyotni ortida qoldira olib, hattoki o'zining supersonik zarba to'lqini ustida ucha olgan. Bu Amerika bombardimon kuchlarining kelajagi bo'lishi kerak edi. Afsuski, bunday ilg'or havo kemasini yaratish uchun bo'lgan urinishlar fojialar bilan to'qnashdi. Barchaga salom, men ismim Abdusalom va men har xil ingliz tilidagi ilm-fanga oid bo'lgan ma'lumotlarni o'zbek tiliga tarjima qilib, ularni sizlar bilan ulashishni yaxshi ko'raman. Agar fizika, matematika, biologiya, tarix, kimyo va injenerlik fanlariga qiziqsanglar, bizga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Meni qo'llab-quvvatlash uchun fikringizni izohlarda qoldiringlar, kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosishingiz chiqmasin. Qani boshladik. 1950-yilning o'rtalarida AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasidagi ziddiyatlar o'zining eng yuqori cho'qqisiga yetgan edi. Har ikkala tomon ham dunyoning yarmini bosib olgach, dushman hududining ichki nuqtalariga zarba bera oladigan strategik bombardimonchi samolyotlarga ega edi. AQSh eng so'nggi texnologiyalarga asoslangan to'liq reaktiv bombardimonchi kuchlarini ishlab chiqqan hamda yangi joriy etilgan B-52 uzoq masofalarga katta yuklarni tashiy olardi va yaqin orada joriy etilishi kerak bo'lgan B-58 esa supersonik tezlikka chiqa olsa ham, lekin to'liq urush holatida bu samolyotlar Sovet havo mudofaasi qarshisida haqiqatan ham yetarli bo'la olmasdi. B-52 Sovet ittifoqigacha ucha olsa ham, u juda ham sekin va eng so'nggi Sovet qiruvchilariga qarshi tura olmasdi. Supersonik B-58 esa qiruvchilarga qarshi katta tezlikda ucha olgan, lekin masofa va yuk ko'tara olish darajasi cheklangan edi. Amerika harbiy havo kuchlariga juda ham kerakli bo'lgan narsa bu Sovetlar qanday samolyot yubormasin, ularnikidan ham tezroq ucha oladigan kuchli bombardimonchi bo'lishi edi. Lekin 1955-yilda bunaqa samolyot yaratilishi mumkinligiga ishonish qiyin bo'lgan. Chunki bu uchun radikal yechimlar topilishi kerak edi. Masalan, samolyot parvoz masofasini uzaytirish uchun yadro energiyasi yoki reaktiv dvigatellarning samaradorligini oshirish uchun noodatiy va yuqori energiyaga ega bo'lgan yoqilg'ilarni qo'llash kerak. Eng amaliy yechimi esa samolyot nishonga yetib borishi uchun yo'lning ko'p qismini tovushdan sekin uchib o'tib, keyin qanot va yoqilg'i baklarining tashqi qismlarini tashlab, supersonik tezlikda oxirgi zarbaga o'tish edi. Ammo 1950-yillarda aviatsiya texnologiyasi tez rivojlanadi. Aerodinamika, dvigatel samaradorligi va noodatiy materiallar borasida ulkan yutuqlarga erishildi. Bu yutuqlarga ham AQSh, ham Sovet ittifoqi erishdi. Bu shuni anglatardiki, supersonik dash, ya'ni yakuniy zarba g'oyasidan voz kechib, butun missiya davomida tovushdan tez ucha oladigan samolyot dizayniga o'tish mumkin edi. Shunday qilib, 1957-yilda harbiy havo kuchlari keyingi avlod bombardimonchi samolyotini ishlab chiqishni boshlashdi. Yangi samolyotga qo'yilgan ko'plab talablarga ko'ra, yangi avlod bombardimoni B-52 dan 3 barobar tezroq uchishi va 25,000 fut balandroq parvoz qilishi kerak edi. Qo'shma Shtatlardagi yetakchi aviatsiya kompaniyalari Boeing va North American Aviation yangi samolyot dizayni bo'yicha musobaqalashmoqchi bo'lib, har ikki kompaniya tashqi ko'rinishi o'xshash, lekin g'oyatda radikal bo'lgan dizaynlarni taqdim etishgan va ikkalasida ham supersonik parvoz uchun optimallashtirilgan kanard va nozik delta shaklidagi qanotlar bo'lgan. Kanard bu samolyotning oldingi qismida turadigan stabilizatsiyaga yordam beruvchi kichkina qanotlar. Boeing B-52 kabi mashhur bombardimonchi va Ikkinchi jahon urushi davrida bir qator afsonaviy samolyotlarni yaratganlari uchun g'olib chiqishni o'ylayotgan paytda North American bu musobaqada outsider edi. Ammo ishlab chiqish jarayonida ularning muhandislari katta foyda keltiradigan kamyob bir tadqiqotga duch kelishdi. Unga ko'ra, kompressiya ko'tarilishi, ya'ni compression lift deb nomlangan hodisa batafsil yoritilgan bo'lib, odatda tovushdan tez uchayotgan samolyotlarda zarba to'lqinlari undan uzoqlashgan holda harakatlanadi. Lekin agar bu to'lqinlarni qanotlar ostiga yo'naltirilsa, ular qo'shimcha ko'tarilish uchun kuch hosil qiladi. Aynan shu prinsipdan foydalanib, North American kompaniyasining loyihasi yuqori supersonik tezlikda samarali uchish imkonini yaratgani bois, harbiy havo kuchlari tabiiyki bundan lol qoladi. Shu tariqa Boeing uchun kutilmagan tarzda 1957-yilda North Americanning dizayni ishlab chiqishga qabul qilingan. Muhandislar eng ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda qiruvchi samolyotdan tez uchadigan 260 tonnalik bombardimon samolyotini yaratdilar.
Yangi bombardimonchi samolyotga Valkyria nomi va B-70 belgisi berildi. Bu muvaffaqiyatni ta'minlash uchun esa samolyotga 6 dona afterburning turbojet dvigatellari o'rnatilgach, ular murakkab havo olish tizimi orqali havoni qabul qiladigan darajaga yetgan. Ushbu dvigatellar aynan yuqori supersonik tezlikda samarali ishlash uchun optimallashtirilgan bo'lib, ular shunchalik quvvatli ediki, hatto bitta dvigatel ishdan chiqsa ham Valkyria Mach 3 tezligida parvozni davom ettirishi va topshirig'ini bajara olishi mumkin edi. Reaktiv samolyotlar yoki umuman samolyotlarning tezligi haqida gaplashayotganimizda quloqimizga Mach speed, Mach tezlik, supersonik, gipersonik kabi so'zlar ko'p eshitiladi. Keling o'shalar haqida gaplashamiz. Tovush tezligi 1230 nechidan kilometr soatiga max speed deyiladi, max tezlik deyiladi. Ya'ni 1 max tezlik barobar 1 tovush tezligiga. Samolyotlar dizayn qilinayotganda, ular davlatlarga sotilayotganida, umuman injenerlar aro samolyotlar qanaqa o'rtacha tezlikda harakatlanishiga qarab, ularning tezlik kategoriyalari bo'lib chiqariladi. Xuddi mashinalarda A klass superkarlar, B klass mashinalar, C klass va E klass mashinalar bo'lgani kabi samolyotlarda ham xuddi mana shu klasslariga bog'liq. Misol uchun subsonic, tovush tezligidan ancha past bo'lgan, tovush tezligidan yoki sal past bo'lgan tezlikda uchuvchi samolyotlar. Siz har doim osmonda ko'ruvchi samolyotlar subsonik tezlikda uchadi. Ular tovush tezligiga yeta olmaydi. Transsonik tezlikda uchuvchi samolyotlar, transsonik tezlikda uchuvchi samolyotlar tovush tezligidan sal pastroqda juda ham yaxshi uchadi samaradorligi bilan, lekin samaradorlikni kamaytirgan holda dvigatellari yetarlicha kuchga ega tovush tezligidan ham oshira oladi samolyotni. Va undan keyin biz supersonik hududiga kirib kelamiz. Supersonik hududiga kirgani tovush tezligidan 1.2 baravar yoki undan da tezroq uchadigan har bitta samolyot supersonik tezlikka ega samolyot deyiladi. Misol uchun tasavvur qiling, siz reaktivniy samolyot yasovchi zavodsiz va davlatga aytyapsiz, men senga samolyot yasab beraman deyapsiz. Okey, qanaqa tezlikda uchadigan samolyot? Supersonik tezlikda uchadigan. Okey, davlat biladi, что qaysi kategoriyadagi samolyot yasayotganingizni. Va undan tashqari gipersonik degan so'z ham bor. Gipersonik degani tovush tezligidan 5 barobar yoki undan da yuqori tezlikda uchuvchi samolyotlarga nisbatan ishlatilinadi yoki umuman har qanaqa obyektga nisbatan ishlatiladi. Garchi hozir dunyo bo'yida gipersonik tezlikda uchuvchi samolyot faol xizmat qilmayotgan bo'lsa ham, texnologiya rivoji bizani bir kun kelib albatta olib keladi shu gipersonik tezlikda uchuvchi samolyotlarni faol ravishda davlatlarga xizmat qilishini. Bu narsa yaxshi yoki yomonligini aytayotganim yo'q. Shunchaki aytyapman, bu yo'nalishda ketarkanmiz, texnologiya bir kun kelib bizani 6-avlod harbiy samolyotlariga, ya'ni gipersonik tezlikda uchuvchi samolyotlarga olib kelishi begumon. Ammo samolyotning samaradorligiga faqat dvigatellar emas, balkim aerodinamika ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki kompressiya ko'tarilishi tufayli Valkyria inson boshqaruvidagi samolyotlar orasida eng yuqori ko'tarilishga qarshi, ya'ni lift to drag koeffitsiyentiga ega bo'la oladi. O'zgaruvchan geometriyaga ega qanotlar muvozanatni oshirib hamda kompressiya ko'tarilishini kuchaytirib berardi. Uchish va qo'nish vaqtida qanotlar to'liq ochiladi. Past supersonik tezlikda esa ular 25 daraja pastga egiladi. Kattaroq Mach tezlikda esa bu burchak 65 darajagacha yetardi. Ammo tovush tezligidan 3 barobar tez uchsa, samolyotning havo karkasi, ya'ni airframe, uni fyuzelaji kuchli kinetik qizish ta'siriga uchraydi va bu oddiy alyumin materiallarini yumshatib, erishiga olib keladi. Shuning uchun muhandislar yangi turdagi inqilobiy trub qoplamasini ishlab chiqadilar. Va ya'ni samolyotning ichki qismini sovutish uchun yoqilg'ini butun karkas bo'ylab aylantirish tizimini joriy etishadi. Hatto 75 ming fut, taxminan 23 kilometr balandlikda ham Valkyria kabinasi to'liq bosimda innovatsion kapsulalangan qutqaruv tizimi bilan jihozlanganligi sababli 4 kishilik ekipajga parvoz kombinezonlarsiz ishlash imkonini bergan. Ortiqcha kiyinish va yechinishni oldini olganligi sababli Valkyria ekipaji atiga 20 daqiqada samolyotni havoga ko'tara olishardi. Yadro bombasini dunyoning istalgan nuqtasiga bir necha soat ichida yetkazib bera olish qobiliyatiga ega bo'lgan Valkyriyaning texnik imkoniyatlari haqiqatdan ham yer yuzidagi har qanday samolyotning darajasidan tashqarida edi. Va bu bombardimonchi Amerika harbiy strategiyasining asosiy tamoyilini, kuch orqali tiyib turish shiorini mujassam etardi. O'zimizni tilda qilib tushuntirganda, bu dushmaningdan shunaqangi darajada kuchliroq bo'lgunki, dushmaning hech qachon harakat qilib ko'rmasa, senga hujum
qilishga degani. 1964-yili may oyida birinchi eksperimental XB-70 prototipi ommaga namoyish etilgach, sinov parvozlari yaqin oylar ichida boshlashi kutilgan. Unga tez orada ikkinchi va uchinchi prototiplar ham qo'shilib, ular allaqachon qurilish bosqichiga yetgandi. Lekin eng boshidanoq hamma narsa silliq bo'lmasligi ko'rinib turardi. Dastlabki yerda o'tkazilgan sinovlar o'z vaqtida ko'pgina texnik muammolar olib kelgach, muhandislar bu muammolar bilan bosh qotirayotganida birinchi parvoz bir necha oyga kechiktirilgan. Nihoyat 21-sentyabr kuni XB-70 birinchi parvozga tayyor bo'lib, ilk bor havoga ko'tarilgan paytda kosmik davr samolyotini ko'rgan xalq hayajon bilan olqishlashdan boshqasini bilishmagan. Va albatta bu muvaffaqiyat uzoqqa cho'zilmasligini samolyotning gidravlik suyuqligi uning shassisidan oqib chiqishi ko'rsatib turardi. Uni ustiga ko'p o'tmay dvigatellardan biri kuchli tebranishga uchrab, o'chirib qo'yilgan. Prototip qaytib qo'nishga harakat qilgan paytda tormozlardan biri qotib qolib, g'ildirakning yorilishi, bu esa yong'in chiqishiga sabab bo'lgan. Go'yoki har bir muammo hal bo'lishi o'rniga yangi muammolar yuzaga chiqayotganidek. 12-oktyabr kuni XB-70 ilk bor tovush tezligidan oshgandi. Ammo eksperimentlar davom etar ekan, samolyotning fyuzelaji va boshqaruv yuzalaridagi kraskalar to'kilib ketgan. Bu bilan ish to'xtab qolgani yo'q. Bo'yoqlar yana yangidan suritildi va XB-70 yanada yuqori tezlikka harakat qildi. Ammo har bir sinov parvozida samolyot qancha tez uchsa, shuncha jiddiy muammolar yuzaga chiqaverardi. Va nihoyat 12-sinov parvozida prototip Mach 2.6 tezligiga yetganida havoning gorizontal ajratgichi yirtilib, dvigatel havo yo'liga tushgan va bu 4 ta dvigatelning ham ishdan chiqishiga olib keladi. Uchuvchilar tirik qolishgan-ku-ya, lekin barcha dvigatellarni almashtirish unchalik ham oson emasdi. Nihoyat 14-oktyabr kuni samolyotga Mach 3 tezligiga chiqishga ruxsat berildi va yana doimgidek atiga 2 daqiqa o'tmay qanotning old qismi kattagina hajmda uzilib tushdi va bu esa yana bir favqulodda vaziyatga sabab bo'ldi. Shunda miyalari ishlab ketgan harbiylar va muhandislar birinchi prototipga Mach 2.5 dan yuqoriroq tezlikda uchishga ruxsat bermay qo'yishadi. Chunki bu darajadagi tezkor samolyotni yaratish jarayonida anchagina muammolar bo'lishi tabiiy edi. Lekin bu dastur ustida yanada jiddiyroq muammo bo'lgan. Boshidan boshlab Valkyrie samolyoti Sovet havo mudofaasi tizimlaridan xavfsiz o'ta olishiga shubha qilingan edi. Chunki 1950-yillarning o'rtalarida paydo bo'lgan yerdan havoga yo'naltirilgan qarshi kuch raketalari havo hududlarini himoya qilishda eng samarali vositalarga aylanayotgan edi. 1960-yillarga kelib esa Sovet ittifoqi minglab shu turdagi raketalar bilan qurollangan bo'lib, ular XB-70 ning balandligidan ham yuqoriroq nishonlarga zarba bera olardi. 1950-yillar oxirida qit'alararo ballistik raketalar ICBM joriy etilgach, yadro bombalarining yanada tez va arzon yetkazish imkoni tug'ildi. Intercontinental Ballistic Missile ICBM qit'alararo uchuvchi to'psimon raketa yoki bomba degan ma'noni beradi. Bu raketani xavfli qiladigan barcha atomli bombalarni xavfli qilib turadigan narsa ularni aynan shu to'psimonligi. Echizminku qanaqasiga raketaga to'psimon degan nom berilishi mumkin deb. O'l to'psimon degan so'z uni shakliga emas, balki uni xarakteriga, ya'ni uni amaliyotiga bog'liq ko'proq. Kelaylik o'zi ICBM bilan oddiy raketaning farqini o'rganib chiqamiz. Oddiy raketalarda, misol uchun samolyotlarning qanotida o'rnatilgan yoki kamazlarning orqasida, hammerlarda, ularning barchasining ichida kompyuterlar mavjud. Bu kompyuterlar koordinatorlar hisoblanib, ularning GPS sistemalari, lazerli sistemalari, har xil shu turdagi tizimlari raketa o'sha belgilangan joyga borib urilishini ta'minlashga yordam beradi. Ular har soniya o'sha mo'ljalga qaraydi, mo'ljalni tekshiradi, raketani ketayotgan yo'nalishi bilan mo'ljal qattaligini tekshirib, raketani to'xtovsiz o'sha tomonga harakatlantirib turadi. Ha, aytgancha, ular harakatlantirib turadi deganim sababi oddiy raketalarning qanotlari bo'ladi. U qanotli raketani har xil tomonga burilishi, aylanishi va shu narsalarga yordam beradi. Tangani u yoq tomonida ICBMlarda esa raketani harakatlantirish uchun sharoit bo'lmaydi. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, barcha ICBMlar fazoga ko'tariladigan raketalar hisoblanadi. Aynan ularning shu fazoga ko'tarilishi ularning shu to'psimon degan xarakteristikasiga javob beradi. Ya'ni bu raketalar uchishidan oldin, ancha oldin yerdagi komanda ular qatga borib tushishini hisoblab chiqadi. Juda ham qattiq hisoblaydi. Simulyatsiyalarga qo'yadi. U narsa bor-ku, kalendarni qaysi chislodamiz, yerni qatidan uchib qatiga tushyapti, kunni qaysi vaqti, oyi qayoqda joylashgan va hokazo va hokazo. Barcha shu turdagi faktorlar hisobga olingandan keyin va koordinatalar belgilangandan keyin u narsa raketaga xuddi fleshkaga tiqib o'rnatilgandek o'rnatiladi va raketani xuddi o'sha joyga o'shancha miqdorda yonilg'i bilan uchilishi buyuriladi.
O'sha miqdorda yonilg'i bilan o'sha joyga qarab uchishni boshlagandan keyin raketa to fazoga chiqib ketgungacha kontrolga ega bo'ladi o'zini badanini, ya'ni qayoqqa qarab uchishini. Fazoga chiqqandan keyin barcha kontrol yuzalari raketadan uziladi va faqatgina to'psimon qismi qoladi. To'psimonligining sababi tasavvur qilinglar, qo'lingizdan to'p otganingizda sizlar to'pni to qo'lingizdan uzilib ketgungacha kontrol qila olasizlar. Uzilib ketgandan keyin to'pdagi kinetik energiya boshqaradi to'p qayoqqa borib tushishini. Ya'ni shamol, to'pning vazni, suv sathidan qancha balandda ekanligingiz, qanchalik qattiq va qayoq tomonga qarab uloqtirganingiz buyuradi to'pga qayoqqa borib tushishi. ICBMlarda ham xuddi shunaqa. Ular atmosferadan chiqib ketishi bilan o'tda havo yo'q, qanotlarning foydasi yo'q. Xuddi sun'iy yo'ldoshi tezligida yer atrofini aylanadi va belgilangan joyi tomon harakatlanishda davom etadi. Ularni juda ham xavfli va deadly qilib turuvchi aynan kuchi ham shu. Ularning kinetik energiyasi shunaqangi kattaki, ular o'zi bilan tashiyotgan energiya kattaki, ularni qaytadan urib tushiruvchi yoki qarshi chiquvchi sistema raketalar foyda bermaydi. Chunki darja ular qayta atmosferaga kirgandan keyin ham qanaqadir raketa uni urib tushirishga harakat qilmasin, ICBM vazni urib tushirmoqchi bo'lgan raketani ham o'zini ham qaytib o'sha tushmoqchi bo'lgan yeriga olib tushadi. Ularning xavfliligi ham shunda. Ular A tochkadan B tochkaga harakatlanmaydi. Ular A tochkadan fazoga chiqadi, fazodan yerga to'g'ri tushadi. Ularning vazni, inertsiyasi va albatta burnida ko'tarib yurgan atomli bombasi aynan ularni xavfli qilib turadigan narsa bo'ladi. Ya'ni uzun qissamizni qisqartiradigan bo'lsak, ICBM raketalarini xavfli qiladigan narsa ularni fazoga ko'tarilgandan keyin orqaga yo'l yo'qligi. Chunki ular fazoga ko'tarilgandan keyin uje barcha ishlatiladigan energiya ishlatilib bo'lgan bo'ladi. Ularni to'xtatib bo'lmaydi. Hech narsa to'xtata olmaydi. To yer gravitatsiyasi belgilangan joygacha borib o'ziga qaytib tortib olmagunigacha. Va aynan o'shaning uchun ham davlatlar qo'rqadi. Bitta davlat ikkinchi davlatga qarab ICBM ni otish. Даже otgandan keyin ham ozgina vaqt bo'ladi o'sha ICBM ni atkaz qilishga, lekin u ham o'sha xavfli. ICBM o'sha ko'tarilib ketgandan keyin uni portlashdan boshqa iloji qolmaydi. Chunki tasavvur qiling, ICBM 100 km tepaga chiqarildi-da, qaror qildinglar, okey, bo'ldi. Atomli bombani portlatmaymiz deb. Endi qaytib o'sha otilgan joyiga tushishi mumkin yoki fazoga uchib keta olmaydi. Limitlangan energiyasi bor. Albatta boshqa iloji yo'q, belgilangan joyga borib uchib tushmagunigacha. ICBMlar ularni qanaqa ishlash haqida extensive, ko'proq ma'lumotlarga boy video tayyorlagim kelyapti. Agar qiziqayotgan bo'lsanglar, izohlarda fikringizni qoldiringlar. Atigi bir necha yil ichida raketa texnologiyasi dunyodagi eng ilg'or bombardimonchi samolyotning programmasini deyarli yaroqsiz holga keltirib qo'ydi. XB-70 ning strategik ahamiyati jiddiy savol ostida qolgan bir paytda muhandislar samolyotni zamonaviy sharoitda qanday qilib saqlab qolishni ishlay boshladilar. Bombardimonchi samolyotni boshqa maqsadlar uchun qayta ishlatish g'oyalari ilgari surilar ekan, uni raketa uchirish qurilmasiga aylantirish, fazoviy kemalar uchun havodan uchirish maydonchasi, hattoki yuqori tezlikda harakatlanuvchi havodan yoqilg'i quyuvchi samolyotga aylantirish kabi takliflar berildi. Eng g'ayrioddiy taklif esa uni Mach 3 tezlikda harakatlanuvchi yo'lovchi samolyotga aylantirish bo'ldi. Ammo bu konsepsiyalar haddan ziyod fantastik bo'lib ketgani sababli dastur keskin qisqartirildi va oxir-oqibat faqat ikkita samolyotni o'z ichiga olgan minimal darajadagi ilmiy tadqiqot loyihasigacha qisqartirildi. Shunga qaramay, rivojlanishiga millionlab mablag' sarflangani bois dastur noiloj davom ettirildi. 1966-yilda NASA ham sinov parvozlariga qo'shildi. Prototiplar ustida o'tkazilgan sinovlar esa yuqori tezlikda uchadigan parvozlar haqida qimmatli ma'lumotlarni olimlarga taqdim etdi. O'sha vaqtda ikkinchi prototip o'zini ancha qobiliyatli samolyot sifatida namoyon qilgan edi. 1966-yilning 19-may kuni u Mach 3 dan yuqori tezlikka yetdi va yarim soatdan ortiq vaqt davomida tovushdan 3 baravar tezlikda parvoz qila olish qobiliyatini isbotladi. Deyarli 10 yillik ishlab chiqish ishlaridan so'ng dunyodagi eng jasoratli aviatsiya loyihalaridan biri nihoyat kutilgan natijalarni bera boshladi. Ammo bir necha hafta o'tib fojia yuz berdi. Aynan 8-iyun kuni ikkinchi prototip yana 4 ta samolyot bilan birgalikda fotosuratga tushish uchun guruh bo'lib uchar ekan, parvozning dastlabki daqiqalarida ogohlantirishlarsiz orqada uchayotgan samolyotlardan biri XB-70 bilan birga to'qnashdi. To'qnashuv darhol boshqa samolyotlarni yo'q qildi va Valkyriyaning vertikal qanotiga jiddiy zarar yetkazdi. Samolyot 16 soniya davomida tekis holatda uchishda davom etdi. So'ngra nazoratdan chiqib,
yerga qulab tushdi. Bir necha soniya ichida 2 sinov uchuvchisi va milliard dollarlik samolyot fojiali tarzda halok bo'ldi. Bu dasturning og'ir zarbasiga aylandi va NASA va Amerikaning harbiy havo kuchlari endi kamroq imkoniyatga ega bo'lgan asl prototip bilan izlanishlarni davom ettirishlariga majbur qildi. XB-70 muhandislik mo'jizasi edi. U hech qachon AQSh bombardimonchi kuchlariga qo'shilmagan bo'lsa-da, sovuq urushda chuqur ta'sir qoldirdi. Chunki 1955-yilda Sovet ittifoqi amerikaliklar Valkyrie kabi katta tezlikda harakatlanuvchi bombardimonni ishlab chiqarayotganlarini bilib qolganlarida, ular ham shunday samolyotni yaratish uchun shoshilishadi, vahima qilishadi. Natijada tarixdagi eng dahshatli ko'rinishga ega samolyotlardan birini yaratishadi. Ammo tashqi ko'rinishi hamisha haqiqatni aks ettirmaydi. Chunki amerikaliklar bilan raqobat qilish harakatida sovetlar sharmandali darajada muvaffaqiyatsiz loyiha ishlab chiqishadi. Bu loyiha shunaqangi muvaffaqiyatsiz ediki, sovetlar bu loyihani yillar davomida ommadan yoki barchadan yashirishadi. Shunaqangi darajada yashirishadiki, samolyot angarning tagidan ham chiqmaydi. Agar bugungi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga obuna bo'ling va albatta biz bu samolyot haqida ham video qilamiz. Fikrlaringizni izohlarda qoldirishni, sizni qiziqtirgan mavzular, tarixdagi qissalar yoki siz yaxshi ko'radigan insonlarni ismlarini bir bilan ulashishni esingizdan chiqarmang. Zero biz barchangizni fikringizni va kontent uchun bo'lgan takliflaringizni yig'ib kelyapmiz. Va Xudo xohlasa, har bittasi o'z vaqti bilan imkoniyatimizga qarab kanalimizda video tariqasida ulashiladi. Sizlar bilan Abdusalom bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha